Dastlabki traktor Belarus 80. Holati ideal. Yili 1996-yil. Balollari yaxshi holatda. Kamchiligi yo'q. Narxi 70 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Quyidagi raqamlardan yetarlicha ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, navbatda MTZ 82.1. Holati yaxshi. Zadniy mos korobka ochilmagan. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Hech qanaqa aybi yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Narxi 140 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Navbatda MTZ 80X traktor. 2023-yil. Holati yangi. Ishlagan soati 1600 soat. Faqat naqdga sotiladi. Dokument shaxsiy. 1 soatda notarius bo'ladi. Muammosi yo'q. Narxi 270 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Yana bir MTZ 80X traktor. Yili 2019-yil. Hujjati xususiy. Matechast 3800 soat. Motor korobka ochilmagan. Narxi 210 million so'm. Manzil Andijon viloyati. Quyidagi raqamlardan yetarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yana bir MTZ 82.1 traktor. 2020-yil. Holati zo'r. Ko'p ishlatilmagan. Hamma joy yaxshi holda. Xarajati yo'q. Narxi 220 million kami bor. Manzil Navoiy viloyati deb bog'lanish uchun quyidagi telefon raqamlarini qoldirishgan. Navbatda MTZ Belarus 80.1. 2024-yil. Matechast 1760 soat. Hech qayeri ochilmagan. Holati yangidek. Narxi 270 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Yetarlicha ma'lumotlar quyidagi raqamlarda. Navbatdagi MTZ 80X 2024-yil. 540 Matechast ishlagan. Yangi holatda, sariq nomerda. Notariusga tayyor. Bahosi 310 million kami bor. Manzil Xorazm viloyati. Quyida telefon raqamlarini qoldirishgan. Navbatda MTZ 80 traktor. 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobka zo'r. Holati yaxshi. Texnik holati soz. Narxi 90 million kami bor deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Jizzax viloyati. Demak, yana bir MTZ 82.1. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r. Texnik holati a'lo. Motor korobka zo'r. Ishga tayyor holda. Narxi 190 million so'm. Manzil Toshkent viloyati deb quyidagi telefon raqamlarini qoldirishgan.